sizlardan ko'p biz kutdik bu kunni. Qilib mana shu xursandchilikka yetkazdi avvalo, eng avvalo Beljonni mana shu bu oilada ayniqsa mana Mo'minovlarning oilasida mana Yahyo akamni nima deydi, biz uchun ham bu xonadondek begona emas va qolaversa mana shu bugun to'g'riligi qahramon yigitimiz Madaniyat vazirligida nufuzli mansablarda ishlaydi hozir. Mana vazirlikga shu mana shu butun vazirligimiz bilan ish qilib har kuni so'raydigan bo'ldik. Oxirgi paytda qachon uylanasan degan savol har kuni so'raydigan bo'ldik. Oxiri mana bugun nasib qilib eng avvalo taqdir peshonasi yarqirab bugun shunda guldek kelinimizni Alloh nasib qildi. Bu xonadonga faqat xursandchilik, mana shunaqa